Yarimga har kuni kechqurun kunimiz qanday o'tgani haqida yozib boraman. Xuddi kundalikka o'xshab. O'zi bir marta yuborgandim, har kuni kundalik yuboring deb eslatib qo'yadigan bo'ldi. O'zi nonushtani ko'chada qilib o'rganayotgan edik. Buguncha haqiqiy o'zbekcha nonushta yegimiz keldi. Ertalabdan oyijon bilan issiq non olib keldik. Issiq o'zbekcha nonni birdaniga but-butun yeb qo'ya olaman. Ozg'ingina ko'ringanim bilan ishtaham juda yaxshi. Faqat shirinlik bilan uncha yaxshi chiqishmayman. Ovqat kayfiyatimga yaxshi ta'sir ko'rsata oladi. Uyda qovog'imni savolsam, erim har safar hammasi joyida. Prosta sizni qorningiz ochgan, hozir ovqatingiz o'tib ketadi derdi. Oqtoshdagi hovlimiz suv bo'yida joylashgan. Soydan o'tayotgan odamlarga hovlimiz yaqqol ko'rinyapti qarasak. Hovlida mazza qilib raqs tusholmayapmiz. Shunga berkinishga qaror qildik. Shahardan yashil o'simlikli gilamchilar zakaz qilib, qaynsinglim bilan yarim soatda devorni yopib tashladik. Ishimiz chiroyli va tezligini ko'rib, bizga devor yopib berishga zakaz bergingiz kelyapti bilaman. Ammo afsuski zakaz qabul qila olmaymiz, chunki biz aslida dam olishdamiz. Bugun bo'chib chiroyli chiqqan yam-yashil devorni kundalikka yuboraman yoki men rostiyam maqtov eshitaman yoki oramizda urush chiqadi. Kunlarimni iloji boricha yaxshi o'tkazib, uyimni sog'inib qolmaslikka harakat qilyapman. Toshkent 5-kun. Meni kuzatganingiz uchun sizga katta rahmat.